Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Arxivlar Şərq Türkistanның dövlətçilik tarixi və 20-ci əsrdəki iki cumhuriyyətin təfsilatlarını aşkarladı. Şərq Türkistan poçtasının 5 aprel günüdəki məzkur temada elan qılған maqalasida mundaq deyildi. Arxiv materialları Şərq Türkistandakı Türkiyə idare qilish qurulmalarini və ikki qitimliq rəsmi müstəqillik xitabnamasının izlərini göstərib berdi. Tarixi hüccətlər və arxiv mənbələrə asaslanganda Beyjing tərəfindən Şinjan, yəni Yangi Zimin deb atılayotgan Şərq Türkistan izchil davomlashgan Türkiyə siyosiy gavdalar və 20-ci əsrdə qurilgan ikki rəsmi cumhuriyet orqali mustaqil davlatchilik tarixiga ega. Tarixiy xotiralar Sovet İttifaqı, Xitoy Kuomintang hökuməti və sürgündəki hökumət arxivlaridan elingan. Bu xotiralar Xitoy ma'muriy aloqasidan ilgirki idora qilish qurilmalarini iz qo'llab tekshirdi. Shundaqla sirtqi harbiy besim ostida yemirilgan qisqa umrlik ikki jumhuriyat hukumatigacha so'ziladi. Turkiy davlatlar Xitoy bilan aloqa qilishdan ilgari bu zaminni boshqargan. Tarixiy xotiralar Sharq Turkistonni mustaqil Turkiy davlatlarining markazi deb ko'rsatdi. Bular Hun imperiyasi, Koşan imperiyasi, Türk qağanlığı, Uyghur qağanlığı, Qarxanilar dövləti və Yarkan xanlığı öz içigə aldı. Hüccətlər Uyghur siyasi ittifaqının 6-cı əsrdə barlıqqa gəlganligini göstərdi. Arxiv mənbələri O'rta Osiyodagi Türkiyə mavjudluğunun neçə min yillik tarixqa ega ekanligini xotirlagan. Arxiv mənbələrdə qadimqi əskartilishicha Qian sepili tarixda Xitoy boshqarishidagi territoriyaning chegarasi bo'lgan. Sepilning sirtidagi yerlar Turkiya siyosiy qurilmalari ostida ayrim boshqarilgan. Tarixiy bayonlar Sharq Turkistonni Xitoy boshqarishidagi territoriyalardan farqlantiradigan alohida til, madaniyat va siyosiy tashkilotlarni tasvirlaydi. Tarixiy xotiralarga asoslanganda Manju Qing sulolasi 1759-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilgan. Bundan keyin bir asrdan ko'proq vaqt davomlashgan qarshilik ko'rsatish harakatlari xotirlangan. Qo'ldagi materiallarda 1759 yilidan 1863 yilgacha bo'lgan oraliqda 42 qitimliq qo'zg'olon tizimga ilingan. 1865 yili rahbar Yaqub Bey Sharq Turkiston davlatini qurgan. Bu davlat ba'zi manbalarda Qashqariya deb ataladi. U 1877 yildagi Qing sulolasining harbiy yurishigacha mustaqilligini saqlab qolgan. Qing doiralari keyin 1884 yili bu territoriyani rasmiy holda Şinjan o'lkasi deb qo'shib olgan. Tarixchilar Yangi Zimin deb tarjima qilinadigan Şinjan nomini bu territoriyaning ilgirki ayrim ma'muriy o'rnining e'tirof qilinishi deb ko'rsatdi. 20 asrda ikki rasmiy jumhuriyat jakarlangan. 1911 yili Manju hukmronligi yemirilgandan keyin Türkiye rəhbərlər 1933 yili 12 noyabr Qashqarni mərkəz qılğan 1-ci Şərq Türkistan Cumhuriyetini jakarlagan. Dövlət xatirələri Cumhuriyetinin asasi qanun, daimi qoşun və müstəqil pul təsis qılğanlığını göstərdi. Arxiv mənbələrdə naql keltirilgan tarixi hüccətlərə asaslanganda 1933 yili 12 noyabr kuni 20 dan ortiq kishi jam bo'lib Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti sifatida mustaqillikni rasmiy jakarlagan. Cumhuriyet təxminən 6 ay mövcud bolğan. Xitoy Kuomintang qoşunları Sovet İttifaqının yardımı bilan 1934 yili 16 aprel kuni uni ag'dirib tashlagan. Xatirlarda Sabit Damulla Abdulbaqining bosh ministri bo'lganligi, prezident Xo'janiyazning rahbarligida xizmat qilganligi ko'rsatilgan. 10 yildan keyin ikkinchi qitimliq xitobnoma e'lon qilingan. Ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti 1944 yili 12 noyabr mustaqillik jakarlagan. Ma'muriy markazi G'ulja bo'lgan. Hüccətlərdə Cumhuriyetning milliy armiyasining taxminan 40 ming askarga yetganligi xotirlangan. Sharq Turkiston Milliy ozodlik tashkiloti Elixon Turini prezidentlikqa, Abdukerim Abbasovni ichki ishlar ministrligiga tanlagan. 1949 yildagi qo'shib olish ikkinchi Cumhuriyetning faoliyatini oxirlashtirgan. Ikkinchi Cumhuriyetning mavjudligi xotirlangan ahvollar ostida oxirlashgan. Prezident Tashqi ishlar ministri və hərbiy qomandanlarni öz içigə alğan yuqori dərəcəlik rəhbərlik qatlami 1949 yili 24 avqust Moskvaga qarab yo'lga chiqqan. Sovet arxiv xotiralarida aeroplanning Irkutsk ətrafida düşüb ketganligi, aeroplandagi barliq 14 nəfər yuqori dərəcəlik əməldarlarning qazo qilganligi ma'lum qilingan.
1949 yılı 22 dekabrga kelgende Şarkı Türkistan Milliy Armiya qismlari Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasiga qo'shib etilgan. 1949 yildagi nüfus xotiralarida bu territoriya nüfusining 90%dan ortiqini Turkiya xalqlar tashkil qiladiganligi, Xitoy nüfusining 5%dan tuvan ekanligi bitilgan. Məxfiyyətligi etilgan Sovet arxiv xotiralari shuni ko'rsatadiki, Josef Stalin 1949 yılı Mao Zedong'a davlat tarafidan qo'llanadigan o'ltiraqlashtirish siyosati qilgan. Bu siyosatlar Sharq Turkistondagi Xitoy nüfusini 5%dan 30%lik nishonga yetkazishni maqsad qilgan. Tarixiy bayonlarda Xitoy Kompartiyasining dastlabki o'z taqdirini o'zi belgilash va'dalaridan keyin amalga oshirilmaganligi aytilgan. Xitoy hukumatining maydoni va arxiv ziyorat cheklamalari. Xitoy hukumati rasmiy hujjatlarda 1884 yili Ching sulolasi qo'shib olgandan buyon Sharq Turkistonni izchil boshqarib kelayotganligini ta'kidlaydi. Doiralar Şinjan Uyg'ur avtonom rayonini Xitoyning ayrilmas bir qismi deb tasvirlaydi. Ular 1949 yildan buyongi idora qilishni xavfsizlik va taraqqiyot nishoniga xizmat qiladi deb qaraydi. Rasmiy Xitoy xotiralari 1949 yildagi qo'shib olishni ayrim mustaqil siyosiy gavdani besib olish emas, balki qonunliq ichki jihatdan mustahkamlash deb ko'rsatadi. Mustaqil tadqiqotchilar Sharq Turkiston ichidagi ziyorat cheklamalarining 1949 yildan burungi idora qilish hujjatlarini atrofliq dalillashni qiyinlashtirayotganligini ma'lum qildi. Sovet ittifoqi, Xitoy hukumati va surgundagi hukumat arxivlari yanala tarixiy analiz uchun ishlatiladigan asosliq manbalar bo'lib qolmoqda. Washingtonga joylashgan Sharq Turkiston surgundi hukumati o'zining e'lon qilingan siyosiy maydonida navbatdagi ma'muriy o'rinlashtirishlarning 1949 yildagi mustaqil davlatni besib olishdan keyin shakllangan andisalarining davom ekanligini bildirmoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi kishilik huquq haqida ko'k tashliq kitob e'lon qildi. Sharq Turkiston pochtasining 4 aprel kuni e'lon qilgan mazkur temadagi xabarda mundaq deyildi. Xitoy davlat taratqullarining xabar qilishicha, bu davlat sirtqi dunyoning tanqidlari ostida qonuniy qo'g'dashning kuchaytganligini ta'kidlagan. Beijing tarafidan Şinjan deb atalayotgan Sharq Turkiston Xitoy hukumati qo'llagan yangi bir nashr bo'yimining markaziga aylandi. Davlat taratqullari va dokladning e'lon qilingan qisqacha mazmuniga asoslanganda mazkur nashr bo'yimida kishilik huquqni qonuniy qo'g'dashning yaxshilanganligi ilgari surilgan. Xalqaro organlar va tadqiqotchilar Sharq Turkistondagi tutqun qilish siyosati, madaniyat cheklamalari va emgak kuchi yutkash amaliyotlariga qarata davomli savol qo'yayotgan bir paytda bu dokladning e'lon qilinishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy kundalik gazetining xabar qilishicha, Şinjanda kishilik huquqni qonuniy qo'g'dash dokladi deb tamomlangan bu hujjat Xitoy davlatiga qarashli akademiklar tarafidan ko'k tashliq kitob sifatida tunishtirilgan. Sirtqi dunyoning baholari Beijingning bu zimindagi rekordiga jang e'lon qilayotgan bir vaqtda dokladda yaqinqi siyosatlar qonun bilan idora qilish tirishchanligi sifatida ko'rsatilgan. Qonuniy qo'g'dash haqidagi da'volar. Xitoy kundalik gazetining bildirishicha, ko'k tashliq kitob kishilik huquqni qo'g'dash jihatdagi tug' bosgan akademik muvaffaqiyatlarni o'ttirg'a qo'ygan. U Xitoy amaldorlari tasvirlagan qonuniy idora qilish, jumladan masalalarni qonun bo'yicha bir taraf qilishga oid qonun bo'yicha bir taraf qilish tadbirlarini ta'kidlagan. Davlat taratqullarining aytishicha, bu qadamlar muqimlik va millatlar ittifoqligini yaxshilagan, lekin dokladda Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik tutqun qilish yoki boshqa majburlash siyosatlari ilgari surilgan xalqaro mo'ljallarga bevosita javob berilmagan. Qo'ldagi materiallarda dokladning ichki sonliq ma'lumotlarining mustaqil dalillanganligi texi bekitilmagan. Diniy so'rovlarni boshqarish. Dokladda yana diniy so'rovlar uchun hammani o'z ichiga olgan to'r tasvirlangan bo'lib, Xitoy amaldorlari buni asabiylikning oldini olish uchun yo'lga qo'yilgan o'lchamlik boshqarish deb ko'rsatgan. Davlat taratqullarining bildirishicha, bu ramka dinni davlatning qonuniy va ma'muriy talabiga uyg'unlashtirishni maqsad qilgan. Sirtqi dunyoning tekshirishlari ilgari masjidlarning keng ko'lamda vayron qilinganligini va diniy faoliyatlarning cheklanganligini hujjatlik isbotlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy kundalik gazeti tarafidan naql keltirilgan ko'k tashliq kitobning qisqacha mazmunida bu bayqashlar e'tirof qilinmagan. Uning aksicha dokladda tartibga solingan qo'g'dash va boshqarish ta'kidlangan. Emgak va ma'rif haqidagi da'volar.
Xitoy kundalik gazetining aytishicha, Ko'ktaşlıq kitob xizmat kapolati tashabbuslari va namoratlikni yo'lash programmalarini maqtagan hamda bularni iqtisodiy bir gavdalashishning isboti deb tasvirlagan. Shundaqla dokladda ma'rif fursatlarining kengaytirilganligi, jumladan 880 500 dan ortiq bola uchun qo'sh tillik ma'rif va yotoqliq maktab aslihalarining hozirlanganligi ilgari surilgan. Mazkur dokladda bu tadbirlar barobarlik va taraqqiyot sifatida ko'rsatilgan. Halbuki mustaqil xabarlar va xalqaro baholarda Sharq Turkistondagi emgak kuchi yo'tkash, oilalarning parchalanishi va ona til ma'rifining qisqartirilishi haqida andishalar o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy kundalik gazeti naql keltirgan bir so'zda Daybin bu programmalarning millionlagan kishini namoratlikdan qutuldirganligini tilga oldi deyilgan. Bu söz hökumətinin meydanını əks ettirdi. Müstəqil dəlillengen bayqaş emas. Xalqaralıq gözetiş. Bu doklad Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarlığının 2022 yılındaki bağlaş dokladıdan keyin e'lon qilindi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın dokladida Şinjan'daki ağır kişilik hukuk dafsanchiligining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligi aytilgan edi. Xitoy doiralari u baholashni rad qildi va sirtqi tanqidlarni davomli tarafbozlik deb tasvirlamoqda. Yangi Ko'ktaşlıq kitob rasmiy sonliq ma'lumotlar va qonuniy ramka orqali shu tanqidlarga javob berish uchun loyihalangandek qiladi. Ammo qo'ldagi qisqacha mazmun Sharq Turkistondagi tutqun qilish, nazorat qilish, diniy kontrollik, emgak kuchi yo'tkash va mustaqil dalallash ziyoratiga oid yadroliq talash-tartishlarni hal qilmay ochiq qoldirgan. Labobo qo'nchoqlarining Sharq Turkistondagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan paxtadan yasalganligi aniqlangan. Markaziy Washingtonga joylashgan tunilgan matbuot to'pilik, ya'ni The Hayal xabar torining 29 aprel kunidagi xabarda aytilishicha, Labobo qo'nchoqlarining ichiga tiqilgan paxtalar Xitoyning Sharq Turkistondagi davlat tarafidan yo'lga qo'yilgan majburiy emgakiga chetishliq ekan. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, Amerikada sotib Labobo qo'nchoqlarini mustaqil tekshirish natijasida sinab qilingan 20 qo'nchoqning 16sining tarkibidagi paxtaning izotop belgisi atalmish Şinjanning paxta sarliqlari bilan bevosita bog'lanishli ekanligi oshkorlangan. Bu tekshirish 2025 yili Uyg'urlar uchun faoliyat tashkilotiga kelgan maxfiy ma'lumotdan keyin elib berilgan. Beyjanning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligi hatto Amerika do'konlaridagi eng olqishliq o'yinchoqlarda aks etgan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan Pop Mart shirkatining mahsulotlari chegarada to'xtatilishi kerak ekan. Pop Martning o'z xotiralari uning majburiy emgak paxtasini ishlatishiga munosabatli siyosiy besimlarni ko'rsatib bergan. Adidas majburiy emgak andishasi sababidan Sharq Turkiston paxtasini ishlatishdan to'xtaganda Pop Mart Adidas bilan bo'lgan foydali hamkorlikni oxirlashtirgan va Xitoy sotiga sungan hujjatlarida atalmish Şinjan paxtasini ishlatishni oqlagan. Bosh ijroiya amaldori Wang Yining yetakchiligida Pop Mart Adidas shirkatini atalmish Şinjanning kishilik huquq dafsanchiligi deb asossiz bo'hton chapladi va Xitoy xalqining hissiyotiga og'ir azor berdi deb ayblagan. Atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni Xitoy paxta ishlab chiqarishining 90%dan ko'pragini, dunyo bo'yicha ta'minlashning taxminan 20%ni egallaydi. Pop Martning ishlab chiqarish markazlari joylashgan Guangdong va Xebeydagi to'qimachilik bazalari atalmish Şinjandan keladigan paxta orqali ta'minlandi. Xitoy ichida majburiy emgakdan xoli pokiz paxta ta'minlash zanjirini saqlab qolish butunlay degidek mumkin emas. Davlatdan qochgan bir sobiq Xitoy soqchisining aytishicha, u Uyg'urlarning paxta yig'ish jarayonini nazorat qilgan bo'lib, qochib ketishning oldini olish uchun qattiq bexatarlik tadbirlarini qo'llanilgan. Uning aytishicha, davlat tarafidan belgilangan emgak kuchini yo'tkashdan bosh tortgan Uyg'urlar qisqa muddatlik tutib turish o'rinlariga avatilib, toki bo'ysunguncha qiyinchilik va azobga duchor qilingan. Kommunizm qurbonlarini xotirlash fondi jamiyatining tadqiqotiga qaraganda, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni dunyodagi eng chong davlat tarafidan yo'lga qo'yilgan majburiy emgak sistemasi bo'lib, 2,5 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar majburiy emgak xavfiga duch kelmoqda ekan. Faqat 2025 yilining o'zida doiralar 3,3600,000 qitim emgak yo'tkash ilib borgan bo'lib, bu tarixdagi eng yuqori rekord hisoblanadigan. Beijing G'arbning besimi ostida chekinmayotgan bo'lib, aksicha bu modelni kengaytmoqda ekan.
Чыншалжаң 2025 yılı iyulda atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayon Partikomining sekretari bo'lganda tunji bo'lib ziyorat qilgan zavod Aqsu Huafu ranglik ipakchilik şirketi bo'lib, bu şirket allburun Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha qora tizimlikka kirgizilgan ekan. U yerda ishga o'rinlash iqtidorini oshirish uchun paxta va to'qimachilik sohasini kengaytirishni talab qilgan. Chin yana qo'saqni to'yg'izish bilan ideyani kontrol qilish kerakligini aytib, moddiy ta'minot bilan iddiaviy o'zgartishni oshkora bog'lagan. Xitoy tamojinsining rasmiy raqamlariga qaraganda, atalmish Şinjandan Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqiga qilingan bevosita eksport 2021 yildan 2025 yilgacha 465% oshgan. Faqat 2024 yildan 2025 yilgacha bo'lgan oralikda 71% oshgan. Import cheklamalariga qaramay, atalmish Şinjanning ip ishlab chiqarishi 2025 yili 20%, raxt ishlab chiqarishi 36% oshgan. Ondan boshqa yana atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni dunyodagi sho'xlik qiyamining 14%dan 15%gacha bo'lgan qismi, lazining taxminan 10%i girim buyumlar bilan yemaklik rangida ishlatiladigan muhim qizil pigmentning 3dan 2 qismini ta'minlaydi ekan. Kommunizm qurbonlarini xotirlash fondi jamiyatining 2024 yildagi tekshirishi 72 xalqaro va 18 Xitoy shirkatining majburiy emgakka chetishlik ta'minlash zanjiri bilan bog'lanishliq ekanligi aniqlangan. Shu yili BBC xotirlagan bir guvohlikda bir tutqunning faqat sho'xlar etizida ishlashni qabul qilish orqali turmadan qutulib qola oladiganligi o'rin olgan. Amerika hukumati yo'lga qo'ygan majburiy emgakning oldini olish qonuni parlamentda mutlaq ko'p sonliqning qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, ammo ijro qilinishi tekshi bo'lmagan. Majburiy emgakni ijro qilish xizmat guruhi dalil isbotlarni bağlab chiqish hamda PopMart shirkatini va uning barliq tarmoq shirkatlarini Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining o'rinlar tizimligiga kirgizish kerak. Shundoq bo'lganda, amerikalik import qiluvchilar qaysi shirkat yoki zavodlardan o'zini qochirishini bilib ola oladi ekan. PopMartning tez suratda bosh ko'tarishi va o'zining Amerikadagi a'zolari bilan dukkan sonini kelgusi 2 yilda bir qatlanganligi haqidagi mo'ljari, agar qonun ijro qilinmasa, bulg'angan majburiy emgakka chetishliq tovarlarning Amerika bozoriga naqadar tez tarqalganligini ko'rsatib bergan. Agar Amerika majburiy emgak bilan yasalgan o'yinchoqlarni dukkan tekchisidan yiroq tutolmasa, texmo muhim bo'lgan ta'minlash zanjirini, ya'ni yerim o'tkazgich, dengiz mahsulotlari, quyosh energiyasi taxtasi va tibbiy uskunalarni qo'g'dash fursati intayin oz bo'ladi ekan. Vatan insoniy haq va huquqni kapolatga ega qiladigan makondir. Vatan mushxil vazifga sazovor bo'lish sifati bilan o'rlikning, haqiqatning va adolatning yashamgohi, ko'klam zamini. Biliqning suvdan ayrilishi biliqning mavjudligi uchun hayotiy tahdid elib kelganidek, vatanning o'rlikdan, haqiqatdan va adolatdan ayrilishi o'xshashla vatanning mavjudligi uchun hayotiy tahdiddir. Mustamlikachilik, zulm va adolatsizlik mazkur hayotiy tahdidning ko'rinma yuzlari. Bu uch tahdid yo'qotilmay turib, o'r vatandan, adolatlik millatdan so'z echish mumkin emas. Qarshilik ko'rsatish va mujodala qilish orqali mustamlika ostidan qutulish mumkin. Lekin qulluqdan ozod bo'lishning o'zi yetarlikmi deganda, albatta yetarlik emas. Chuqur vatanning o'rlikka erishishimi kapolatga ega bo'lishi kerak. Bu vajdan har qanday bir vatan mujodalasida mustamlikachilikni qo'g'lab chiqarishdan sirt, shu vatanni zulmdan va adolatsizlikdan tozalash, adolat o'rnatish shartdir. Ana shu chog'da vatan na faqat ozod vatanga aylangan, balki o'r vatanga aylana oladi. Burxon Muhammadning yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.